Abdug'affor akami 5 ta kottejlari bor edi. 3 tasini sotdik. Mana 3 tasini bittasini olgan onaxonimiz yonimda turibdilar. Kottejlarni narxlari, sifatlari sizga yoqdimi? Yo'qdi juda ham. Birinchi marta ko'rganimda ham menga yoqdi. Isras sotib olgansiz. Isras sotib oldik. 10 kundan keyin ko'chib keldik. Hozir 2 oydan beri yashayapmiz. Hech qanaqa muammo bo'lmayapti. Yo'q, hech qanaqa muammo. Kengliklari, xonalari hammasi yaxshi. Qanaqadir kamchiliklari bo'lsa, tuzatib beraman dedilar. Hammasini gaplarida zo'r qilib beryaptilar. Qilib beryaptilar sekin-sekin. Arzimagan kamchiliklar, ular tak yashashga hamma narsa noqulaylik tug'dirmaydi. Yo'q, hamma narsa joyida. Gaz ham, svet ham. Gaz, kommunikatsiyalardan muammo yo'q-a? Suvdan ham muammo yo'q, hammasi bor. Tushunarli. Bemalol foydalanyapmiz. Yana bittasi qoldi sotuvda. Tavsiya bergan bo'larmiz odamlarga? Ha, обязательно. Kimga shunaqa chiroyli kottej kerak bo'lsa, bemalol kelib, uchrashib, gaplashib sotib olishligi kerak. Havosi ham yaxshi, toza, tinch, Havosi juda ancha ham. yaxshi. Hech kim bezovta qilmaydi.